Ilm bu dunyoni o'zgartirish qudratini o'zida mujassam etgan eng buyuk kuch. Bu kuch insonni nafaqat bilishga, balki birlashishga, tafakkur va tajriba almashishga chorlaydi. Toshkent davlat tibbiyot universitetida bo'lib o'tgan Qozog'iston tibbiyot kunlari ana shunday ilm va do'stlik uyg'unligining yorqin namunasi bo'ldi. Yurtimizda tashkil etilgan Qozog'iston tibbiyot kunlari doirasida Toshkent davlat tibbiyot universitetida O'zbekiston-Qozog'iston tibbiyoti yoshlarining do'stlik haftaligi bo'lib o'tdi. Haftalikning ikkinchi kunida Qozog'iston delegatsiyasi tarkibidagi yetakchi olimlar sohaga oid ilmiy ma'ruzalarni taqdim etdilar. Ular ta'lim tizimidagi yetakchilik, ayollar ilmidagi yangilanishlar, zamonaviy tibbiyotning istiqbollari va shifokorlik kasbining insonparvarlik mohiyati haqida fikr almashdilar. Казахстанской медицины в Узбекистане и проходящего сегодня форума. O'zbekiston-Qozog'iston tibbiyoti yoshlarining do'stlik haftaligi ikki qardosh xalq o'rtasidagi ilmiy hamkorlikning yangi bosqichi bo'ldi. Toshkent davlat tibbiyot universitetida yaratilgan shart-sharoitlar, yoshlarning salohiyati va taqdim etilgan startap loyihalar bizda katta ta'sirot qoldirdi. Biz talabalar almashinuvi, qo'shma ilmiy loyihalar va innovatsion tibbiyot yo'nalishlarida hamkorlikni yanada rivojlantirishga tayyormiz. Bunday tadbirlar mintaqaviy rivojlanishga xizmat qiladi. Ilm va insonparvarlikni uyg'unlashtirgan ushbu tashabbus uchun O'zbekistonga minnatdorchilik bildiraman. Biz kelajakda ham do'stona va samarali hamkorlikni davom ettiramiz. В Олимпиадах. И хотелось бы поблагодарить организаторов. Forumning eng ahamiyatli qismi O'zbekiston Respublikasi va Qozog'iston Respublikasi Sog'liqni saqlash vazirlarining universitetga rasmiy tashrifi bo'ldi. Добро пожаловать, уважаемые ректоры. Сколько раз в Астане мы обсуждали вопросы сотрудничества, наконец-то благодаря Владимиру Шарипаеву, здесь я благодарен сегодня, физик и государственный для этих мероприятий. Это надо расширять. Dastlab har ikki vazir universitet yosh olimlari tomonidan taqdim etilgan startap loyihalari bilan tanishdilar. Loyihalar tibbiyotning turli yo'nalishlari, raqamli diagnostika, biotexnologiya, jarrohlik texnologiyalari va telemeditsina sohalarini qamrab oldi. Vazirlar yoshlarning salohiyati, ijodkorligi va ilmiy yondashuvlarini yuqori baholab, ularning faoliyati tibbiyot sohasidagi yangi bosqichni boshlab berishiga ishonch bildirdi. Hurmatli prezidentimizning yigiti memleketlik siyliq olgan yigitdim. Hoş geldinizler. Pandemiya vaqtida aktiv bo'lganmiz. Biri Mart o'g'lim, men olgan. И qizlarimizda bor kazi ko'rsa Zulfiya. Только prezidentning o'zidan oladi. Ikki ret sol siyliqda olib menga nasib etgan. Осы Ташкент қаласына стоматология мамандығы бойынша Олимпиадаға қатысу үшін келіп отырмыз. Biz Qozog'istondan 7 nafar talabadan iborat jamoa bo'lib keldik va olimpiadada ishtirok etdik. O'z bilimlarimizni sinovdan o'tkazish imkoniyati bo'ldi. Forum davomida yangicha yondashuvlar, qiziqarli ma'ruzalar va ochiq muloqotlar tashkil etildi. Bu yerda biz uchun yaratilgan shart-sharoitlar, yordam va e'tibor juda yoqdi. Toshkentga tashrifimiz doirasida ko'plab tarixiy obidalarni ko'rdik. Mahalliy talabalar bilan samimiy munosabatlar o'rnatdik. Forum men uchun unutilmas taassurotlarga boy bo'ldi. Бұйырса, место жақсы орындар алдық деп үміт етеміз. Біз Ташкент медициналық университетіне спартакиада бойынша жарысқа келдік. Men Spartakiyadada o'z loyiham bilan ishtirok etdim va bu men uchun juda katta tajriba bo'ldi. Eng yoqqan tomoni bizga erkin fikr bildirish, ilmiy yechimlar taklif qilish imkoni berildi. Forumda nafaqat o'rgandik, balki ko'plab yangi do'stlar ham orttirdik. Universitet volontyorlari Toshkent shahrini aylantirishdi. Tarixiy va madaniy joylarni ko'rdik. Bu yerdagi iliq muhit menda katta ta'sirot qoldirdi. O'zbekiston haqida faqat ijobiy fikrlar bilan qaytaman. Atmosfera kuchli bo'ldi. Sport zalning atmosferasi қатты біз қиналған жоқпыз. Біз еркін жүрдік. Tashrif doirasida mehmonlar universitetning ilmiy, ta'limiy va klinik faoliyati bilan yaqindan tanishdilar. Ular zamonaviy laboratoriyalar, simulятsion markaz va talabalar ishtirokidagi o'quv jarayonlarini ko'zdan kechirdilar. Shu orqali ta'limdagi innovatsion yondashuvlar bilan tanishdi. Shuningdek, universitetning ta'limiy va klinik yo'nalishdagi ilmiy faoliyati bo'yicha ham atroflicha ma'lumot olishdi. Tashrif doirasida ikki mamlakat tibbiyot oliygohlari o'rtasidagi hamkorlik, yosh olimlar almashinuvi, qo'shma ilmiy loyihalar va sog'liqni saqlash sohasidagi innovatsion tashabbuslar muhokama qilindi. Ручное наложение, открытое наложение на раму швов,
тренировка на лапароскопе. Чисто тренировка. Потом идет, значит, лапароскопический. Қазақстанның медицина күндері Өзбекстандағы kelib жатырмыз біздер. Men ushbu forumga Qozog'istondan 7 nafar faol va iqtidorli talabalarni olib keldim. Bizni bu yerda juda ham samimiy kutib olishdi. Forum yuqori saviyada tashkil etilgan bo'lib, tibbiyot sohasida dolzarb mavzular muhokama qilindi. O'zbekistonlik talabalar bilan tez til topishdik, do'stlashdik va ular bilan kelgusida ham hamkorlik ishlash niyatidamiz. Bu kabi tadbirlar yoshlar o'rtasida o'zaro tushunish va do'stlikni yanada mustahkamlaydi. O'ylaymanki, bizning hamkorligimiz bundan keyin ham davom etadi. Достығымыз ары қарай жалғастыра береді. Бұл екі елдің арасында достықтың бір белгісі деп есептеймін. Toshkent davlat tibbiyot universitetining boy tarixini aks etgan muzey faoliyati bilan ham tanishdilar. Muzeyda 100 yildan ortiq tibbiyot tarixi, o'zbek shifokorlarining kashfiyotlari va qadimiy ilmiy maktablarga oid eksponatlar namoyish etildi. Qozog'iston Respublikasi Sog'liqni saqlash vaziri mehmonlar kitobiga iliq so'zlar yozib, Toshkent davlat tibbiyot universiteti jamoasiga o'z minnatdorchiligini bildirdi. Уважаемые узбекские коллеги, дорогие друзья и братья, искренне поздравляю коллектив медицинского университета с достижениями широкомасштабной интеграции. Toshkent davlat tibbiyot universiteti butun Markaziy Osiyoda tibbiyot taraqqiyotining yuragi deya ta'kidladi u. Tadbir doirasida ikki mamlakat sog'liqni saqlash hamda tibbiy ta'lim muassasalari rahbarlari o'rtasida hamkorlik to'g'risidagi bitimlar imzolandi. Bundan tashqari Toshkent davlat tibbiyot universiteti hamda Asfendiyarov nomidagi Qozog'iston milliy tibbiyot universiteti o'rtasida hamkorlik memorandumi imzolandi. Forumning yakunlovchi qismi ilmiy muzokaralar, fan olimpiadalari va sport musobaqalarida g'olib bo'lgan yoshlarni taqdirlash marosimi bilan davom etdi. Tadbirni ikki mamlakat sog'liqni saqlash vazirlari kirish so'zi bilan ochib berdilar. G'oliblarga mukofotlarni shaxsan O'zbekiston Respublikasi hamda Qozog'iston Respublikasi sog'liqni saqlash vazirlari topshirdilar. Marosim yakunlangach, universitet jamoasi va mehmonlar ishtirokida musiqiy badiiy dastur namoyish etildi. Tadbir yuksak ruhda, ilm va do'stlik g'oyalarini o'z ichiga olgan holda yakunlandi. Ushbu forum ikki qardosh xalq o'rtasidagi tibbiyot sohasidagi hamkorlikning yangi bosqichini boshlab berdi. Toshkent davlat tibbiyot universiteti sahnasida ilm va do'stlik uyg'unlashdi. Yoshlar esa kelajak tibbiyotining ishonchli ko'prigiga aylandilar. Mazkur tashrif O'zbekiston va Qozog'iston o'rtasida tibbiyot sohasidagi strategik hamkorlikni yanada mustahkamlash, o'zaro tajriba almash va yangi imkoniyatlar yaratish yo'lidagi muhim qadamlardan biri bo'lib xizmat qiladi.